Kichik guruhni yeteklab menayotganlar g'arb sayohatini o'qib, tushunib beqishi, tadqiq beqish kerak. Bir ustoz 4 shogird birlikda 81 mushkulotni boshdan kechirib, nihoyat cho'ng bir g'alaba natijaga erishdi. Shundaq-ku, bular bu natijaga qanday erishdi? Tangsin bu yerdagi tirikkak maymun, o'rin jubaji, mo'rmas shasin qatorliqlardan qanday foydalandi? Bu kollektiv qanday natija qozondi? Mana bu g'arb sayohatdan o'rganib olgan muhim bir nuqtalarning birisi. Bugungi mazmun sal ko'parak, ham bakarek sarxil, yurak birvetib oxirgi jonlanlar. Nihoyat cho'ng bir guruhni yetaklayotganlar, bulubmi o'g'illar ko'p guruhni yetaklayotganlar bo'lsa, suv buydani o'qib tushunib beqishi, tadqiq beqish kerak. Bir rahbar 107 odamni boshqarib, jonini titirib o'tib bordi. Uningizga bu 107 ning hammasi Qayshov qo'ydan chiqqan o'g'ri, qaraqchi, bulangchi, bosqinchilar. Birsim yaxshi odam emas. Qaranglar, bu yer Sunjongning qila olgan yana bir qolipsiz ish nima? 107 balvonni tartib turg'izish. Sen birinciysen, ikinci sen 107. deb tizish. Endi bu yerda bu Sunjong tizgan tartibga bu qoyil bo'lsa, rahmat Sungaga deb o'ldirdi. Qoyil olmay, chiqib qo'ysa, shart qilishini chiqarib Sunjongni tanlashi mumkin. Chunki bularning hammasigidek shu Qayshov qo'y o'ynab cho'ng'ilgan shuningdek lukchak kishilar emasmi? Qaranglar, Sunjong bularni tizgandan keyin oldida o'ltag'anlar, ko'ranglar po'chilik qilib ketmadi. Keyinda o'ltag'anlar bo'lsa, o'zida ma'yuslanib, norozi bo'lib baqmadi. Hammasi inoq, ittifoq holatda Sun ataman, Danishaga deb turibdi. Mana bu Sunjongning nihoyat kuchli rahbarlik qobiliyatidan kelgan. Hamda cho'ng shirkatlar raqobatlashayotgan, mahsulotlar raqobatlashayotganlar bo'lsa, podshohlikdan o'rganish kerak, mening chiqargan asarlarimni ko'proq anglish kerak. Buningki eng muhim bir andizimi birinchi oldi o'tib ketgan shirkatga ikkinchi, uchinchi qolganlar birlashib taqobil turish kerak. Masalan, Olma telefoniga Samsung bilan Huawei birlikda raqobatlashgandek ish. Bu nihoyat mukammal, uzoq suzilgan, nihoyat yaxshi bir taktika, yaxshi bir andiza. Shunday qilib, buni har qanday bir cho'ng shirkatlar, cho'ng mahsulotni bozorda raqobatlashayotganlar doim ishlatib turdi buni qarsak. Undaqda qizg'ira vaqt kichikchu, buningda murakkab kishilik munosabat. Qaranglar, bu yerdagi kichik begzoda, xon qizlar, xonimlar nimandaq ko'p. Hammasining orqa ko'rinishi oqidarga shunday kuchli bir-biriga o'xshamaydi. Hammasining o'zgacha mijoz, xulqi va bularni chiqishtirib bu kishilik munosabatni yaxshi qilib o'tkazish intayin bir murakkab masala. Masalan, sen bu yerda bir qizga bir sovg'at berding. Bu qiz bu sovg'atni nihoyat yaxshi ko'rib oldi. Bo'lgandan keyin asli sana rahmat demoqchi, lekin bu yerda o'ylaydi. Bu sovg'at bu yerda yolg'iz meningla bormi yoki hamma qizlarga berildimi? Undaqda hamma qizlarga berilgan bo'lsa, nimish ular tunigan birib menga endi birsa. Navad ularga yo'q, menga bergan bo'lsam, sening yolg'iz menga birishda nima maqsading bor? Nima sabab bor? Binas berganga to'yg'izib o'tadi. Hamda mushundaq shirkatdagi bir kollektivdagi kishilik munosabat nihoyat murakkab. Bulubmu qiz ayollar ko'p bir tonduyda qizlar vaqt uchun o'qib tadqiq qilish kerak. Mushundan o'rnak kelish kerak. Qaranglar, bu 4 klassik asarda biz o'rganmali chiqdik ishlik, bizni bilish ishlik, bizga foydali bilimlar, tajribalar, nasihatlar nihoyat ko'p. Bu hargizmalik bir qism pinglunshalarimiz bilan zo'pinning ostiga kirib pinglun qilib, bu degan bir odat televiziyada yotib tursa, bak murakkab o'ylab ketibsa, bu notoydan so'zlab sening boshqa ishing yo'qmi? U bu deganlardek unda oddiy narsa emas. Bak kallamizni azroq acayli sel bir aqlli qaraq bulayli. To'xtamayliqdek bana yedaga şey deb birdigan kinding o'ynab birdiganlar ko'ril va sanglar kallanlar texim addilishib texim 4 kalvalishib gitsizlar. Uningki silning balanglar sildan o'ta cho'ng bo'ldi. Bu har bir asarda, har bir mazmunda bir hikmat, bir savoq, bir tajribalar va bu yerda hargizmas championshiplarimiz deganda qo'y Daviyan shuningdek tatib qo'ygan, Abdur shunda xizib qo'ygan, unda oddiy ish emas bu. Shu Daviyanmi bir film surat kelish uchun buning qanday mazmun ifodalab berish kerak, ko'rmanlar niyimiz qilish kerak. Nihoyat murakkab bir san'at bu. Bazı pinglunşalarımız var, toxtamaysan belki işin yo'qmi? Nima yo'q bu yerda shuma deb to'xtamaymi shundaq pinglun qildigan. Qaranglar, bu ishkirda maxsus Xunloming Shexuy, Xiyoji Shexuy, Sida Mingju Shexuy deb mushlarni maxsus tadqiqot markazi, maxsus tadqiqot guruhlari va har bir oliy maktablarda maxsus mushun so'zlaydigan Beydaning, Chinxuaning professor ma'lumlari va maxsus mashhur klassik asarni so'zlaydigan Doyin xayolchimiz deb baxsanglar bu Zhou Wenchangning, Zhou Yupingning maxsus korxonchilarga bir maydon nutqni 400 ming ko'din so'zlab turadigan mashhur klassik asarni so'zlab turadigan monunda kishilar va korxonchilar pul to'lab anglaydigan. Bundaq so'zlaydigan ma'lumlar nihoyat nurg'un. Ham bizning bu Shinjongda hozir men bilgan manba
Hicran bağlam ba, onun kaydı izden bağlamı şagirdi Ümitcan ba. Nait azdık emdi çıkıvatımız, emdi itilatımız. Bu texim köplep çıkış gerek. Məmi texim yuqur seviyede, texim yaxşı bolsun məma şundaq səhnələrdə, karxançılarga şundaq həqiqi mən his qılalaydıqlarga sözləşim gerek. Şunçilik seviyeye yetiş gerek. Emdi axır məni bək zanlıqıb ketken, eləki pinglün gibi usta vanxonlarımız yanzanlı bolsa bu pinglün çekirip xətizi şəmmədəmdən qoldan kildi. Moşu Sıda Mingruni 3 parçalı haqqında qıssani, qərib hissayatını məndin o sözləyadaylığının bolsa çıx oturğa, sən çıxıb sözləb bax. Seninki neçə adam gördükə, neçə adam yürək bürükə, qançilik sözləyələrkənsə bir körüp bakalım. Mərtini, noçini madaq meydan sınaymız. Unda pinglunçuda oğurda pinglun yoqab ketkenini şöyle iştila qavışı vurdu, karvan meni vurdu depla ütüp gitime. Unda hayatıda çoğup 20-30 yıl yakın bir kitapın puluk varaqlap okup tügütüp bakmağalla. Unda sözlü bağla, bunda mendek bu bir kitabını okup, düşünüp, yişip, muşunda 300 bin adam anlaydıgan seviyeye ekiliş, unda adli işlemez. Undaqda meni yaktırdıgan dostlar pinglunçuya yaktırmaz ya ki xo belgisini yollap koyunlar. Rahmet.